Unda Alloh taolo aytadiki, biror bir ishni qilmoqchi bo'lsam, o'zim qiladigan ishlarni birortasida mo'min bandamni jonini olishda taraddudlanganchalik taraddudlanmayman. Chunki u o'limni yomon ko'radi. Men uni xafa bo'lishini istamayman. Bu ham muhabbatning izhori. Mo'min bandamni jonini olishga taraddudlanaman. Albatta bu taraddud bir Alloh subhanahu va taolo bir bizga bayon qilgan bir bu ya'ni mo'minni jonini olish Allohning huzurida naqadar yoki uning istamagan narsasi unga hosil qilinishi naqadar Alloh taoloning huzurida buyuk narsaligini ko'rsatish uchun aytgan. Albatta insonda iztirobga tushib taraddud bo'lmaydi u. Nima uchun desa, o'lim achchig'idan. Shu hadis sharhida aytishibdiki, o'sha o'limni sakaratul mavt o'limni achchig'i bo'ladi. Ba'zi odam oson o'ladi. Ba'zi odam qiynalib jon beradi. Ikkalasi ham solih odam uchun o'ziga xos yaxshilik. Amali solih bo'lmagan odamga ikkalasi ham o'ziga yarasha musibat. Ikkala holat. Ammo Oysha radhiyallohu anha aytgan ekanlarki, Rasul akram alayhisolatu vassalomni jon berishdagi qiynalganlarini ko'rib, oson jon berishda havas qilmayman degan ekan. Oson jon berish agar yaxshi bo'lganda edi, Rasulullohga bo'lardi o'sha narsa demoqchi. Chunki u kishi yonlarida bir qadahga suv qo'yganmiz, shu suvdan olib yuzlarini yuvardilar, qizirdilar-da endi. Alloh menga o'limni sakarotini, sakarat endi masliklar, ya'ni o'limni telvasalashlari. O'limni shunaqa sakaratlarini menga yengil qilgin deb qo'yardilar. Yuzlariga suvni urib. Yana la ilaha illalloh, Allohumma a'inni alal maut, o'limga menga yordam bergin deb qo'yardilar. Sallallohu alayhi Amr ibn As radhiyallohu anhudan jon berayotgan paytlarda o'g'illari so'ragan ekan. Jon beryapti. Ota nima his qilyapsiz degan ekan. Jon berayotgan paytlarda. U kishi aytgan ekanlarki, go'yoki ikkala tomonimdan sondiq qisyapman. Taxtani chekirib qo'yganman, ikkala tomonimdan qisyapti. Ignani teshigidan nafas olayotgandekman. Shunaqa qiyin bo'lar ekanda degan ekanlar. Qadamimni uchidan, oyog'imni uchidan boshlab butun badanimni ichini tikon tirmalayotgandek degan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham aytgan ekanlarki, duo qilib o'sha o'lim paytida Parvardigor barmoqlarini orasidan, muskullarni orasidan jonlarini tortib olasan, oson qilgin deb qo'ygan ekanlar. Ya'ni o'sha holatni sezgan ekanlar o'zlari. Umar ibn Abdulaziz aytganlarki, oson jon berishni men istamayman. Chunki kishining bu dunyoda kishiga kaforat bo'ladigan, gunohlarga kaforat bo'ladigan oxirgi qiyinchilik o'sha bo'ladi degan. O'sha ham bo'lsa kaforat harna men shuni yaxshilik deb bilaman degan ekan. Lekin ba'zi odamlar oson o'lim topgan deydilar. Abu Sa'laba Xashani aytarkanlarki, men sizlarga o'xshab o'lmayman. Meni chaqirishadi, javob beraman xolos. Derkanlar. Bir kun o'tirganlarida odamlarning orasida ey Abdurrahmon deb qopdilar. Abdurrahmon u Uhudda o'tib ketgan sahoba roziyallohu anhu. Dedilarda, keyin yurib ketdilar deydi. Yurib ketdilar, borib orqasidan borishsa vafot etgan ekanlar. Yana salaf solihlardan bittalari mushafni yozyatib jon berdilar deydi. Mushafni yozayotgan edi. Shunda to'xtadi-da, agar jon berish bo'lsa, jon berish maza ekan dedi-yu o'ldi deydi. Yani u kishiga shu jon berishligi oson qilib berildi deydi. O'lgan odamga, bandaga oson qilish uchun ba'zan Alloh subhanahu va taolo boradigan joyini ko'rsatib, o'shimga shavqlantirib turib, keyin jonini oladi. Dadamning onalari Anvaratun bo'lib, Alloh rahmat qilsin, onam ko'p aytib berardi. Onam ko'p xizmatni qilgan, birga yashaganlar, oxirgi paytgacha birga bo'lgan. Onam ko'p aytib berardilar. O'sha bemor bo'lib yotganlar, qizil o'ngachdan dak bo'lganlar, saraton bo'lganlar. Oxirgi lahzalarida xushbo'ylik hidini tuyib qo'ygan ekanlar. Deb burun tortib oh deb haligi xuddiki atirni odam odatda issiq tutasa o'zingizga yelpiysiz-ku, shuna qilib o'ziga yelpib turib, keyin kimlargadir salom berimmi deganlar, keyin jon berganlar deydilar. Ba'zi kishilarga Alloh subhanahu va taolo o'sha boradigan joyini ko'rsatib olarkan, shu haligi bandamni jonini olishga, mo'min bandamni jonini olishga taraddud qilaman degani, u istamagan narsani berishni istamaganlar. Endi Umar ibn Abdul Aziz kabi zotlar havas qilmayapti. Rasul akram alayhisolatu vassalomdagi zotda qiyinchilik kechyapti. Nimaga desa, u kishilar shuni istagan uchun.
ularning darajasi baland. Hamma mashaqqatni dunyoda ko'tarib ko'rganlar. Rasul akram alayhisolatu vassalomni Alloh subhanahu va taolo maqomlarini bekorga baland qilgan emas, birorta musibat turi qolmagan, hammasini bergan. Allohning yo'lida menchalik hech kim azoblanmagan deganlar. Hozirlanmagan deganlar. Farzand dog'i bor. Ayollardan ajrash bor. Otadan yetim qolish bor. Onadan go'dak qolish bor. Odamlardan aziyat bor. Kambag'allik bor. Vaqti kelganda ochlik bor. Tahdid bor. Suiqasd bor bir necha martalab. Tuhmat bor. Yaxshilik qilganlaridan aziyat bor. Hamma aziyat turi borda. Zaharlanganlar ham. Tomog'imda hali ham shuni asorati bor deb qo'yganlar o'limlaridan bir oz bo'lib. Ulamolar aytadiki, o'sha asoratni Alloh taolo qaytargan bir necha yildan keyin hayvon azob qilgan u o'zi asli yeganlari go'sht. To'yinki shahodatni ham qo'shib berish uchun. Yana u zot demak hamma insonlar ko'rishi mumkin bo'lgan musibatlarni deyarli aksarini yoki asosiylarini ko'rgan bo'lsalar, orasida shu o'limni achchig'i ham bor ekanda. Kamolotlari uchun u ham berilgan ekan. Darajotlarining kamoloti uchun berilgan ekan. Lekin u kishi istamagan narsa emas bu. Gap shu yerda. Alloh taolo taraddud qiladi, istamagan narsasini ko'rsatishga. Lekin u kishi shuni istayaptilarmi? U kishining maqomi shuni talab qilyaptimi? U kishining kamollari shuni taqozo qilyaptimi? Alloh taolo shuning uchun bergan u kishiga o'sha sakoratdagi qiyinchiligini ham bo'lsin. To'yinki u zotning kamollari zohir bo'lsin va insoniyatning fidokorliklari zohir bo'lsin. Alayhissalatu vassalom.